Ben Yo'lbars, dünyadagi ekspeditsiyachi. Men o'zim yolg'iz dunyodagi eng xatarlik Yamato o'rmonligiga janglar qilib keldim. Bu o'rmonlikdan hayot chiqib ketalamdim yo'q, buni bilmayman. O'rmonlik yirik hayvonlar va jabal sharoit meni kutmoqda. Akşam qattiq yomg'ir yig'ib, o'rmonlik qurgan qiltoqlarimni hammani yiqib ketdi. Bugun nihoyat issiq. Hamda amal qilsa menga siq o'tib qoldi. Marujniya ya. Mavo yovchilar darxi. Mavo bo'lsa, yovchilar bo'lkisi. Yo bu bo'lg'achqa bu ajiyat topishgan juma. Bu yer suv aka, lekin bu suvni bevosita ichish bo'lmaydi. Men sizlarga oddiy usulda suv tozalash uskunasi yasashni o'tib qo'yay. Oldi bilan qutini bundan kesib olamiz. Ichiga qumshiq qilib to'kamiz. Buning ustiga paxt qo'ysaqlar, bu bir suv tozalash uskunasiga aylandi. Lekin bu dalada paxt tepish mumkin emas. Odatda ish kiyimda sap paxta bo'ladi. Shunga men ish kiyimimni paxta o'rnida ishlatmoqchi. Ish kiyimni buning silishdan burun bir juvtayli. Biz ko'sar yuvish jarayonida ikki biliq o'yishni ketgan o'xshaydi. Bu biliqlarni oddiy bitirib qilaylik. Men bu biliqdan oddiy usulda biliq kavob qildim. Biliq ko'milish qildim. Biliq go'sht dayshir qildim. Dalada ochiq suv lazlar yo'q. Battam tomoqlarni yeyishga ko'nishimiz kerak.